Biz programımızın aldığınqı saatda işkirik aldap ketilgen, Kur'an'a yetmеген ballarının sergüzeşleri arqılıq Ahmet ve onun qol asıdaki cinayet kumandalarının bir kısım rezil qilmishlerini körüp ötken edik. Bugün biz Ahmet guruhunun tarbar qilinish ahvali, şundaqla kanunun ulağı bəygen cazası, hem Ahmet'nin türmüde etqallarını diqqətinizə sunmaqçı. Şuna bugün programımızga Abdunum raylık Cemaat Qavsizlik Nazareti Jinoiy ishlar razvedka bosh atriti zo'r delolar tarmoq atritining siyosiy komissari Tahir Tilvaldini alohida taklif qildik. Tahir aka biz oldi bilan tuvandagi bayonlarni birlikda ko'rib boqaylik. Bir neçə ay kuzatish natijasida bu guruhga munosabatli paket dalil isbotlar to'planib, to'rni yig'adigan vaqt keldi. Xuyjo'da turayotgan maxsus delo gruppasidagi xodimlar oldi bilan Xuyjo'da turayotgan Ahmadning qo'l ostidagi unsurlarni qo'lga tushirdi. Ular qo'lga tushgandan keyin deloda texnik ilgirlash bo'ldi. Ular Ahmadning texnik ko'p jinoiy paketlarini iqror qildi. Shuning bilan jimmida kuchog'iga kelib olgan Ahmad va uning ayoli va mushu guruhdagi boshqa urug' tuqqanlarmi bir-birlab qo'lga tushdi. Natijada Xuyjo shahridagi Ahmad guruhidagi a'zolar, shundaqla Shinjongga qaytib kelgan boshqa a'zolar bo'lib, jami 48 jinoyat gumonlarini qo'lga tushirdi. Ozkam 2-3 oyga yaqin kuzatgan ashadi. Kuzatib, navaqtida o'g'irliq vaqtlarda bizma hech qanday endi dalil isbot bizalqi ojiz gap qolmasin deb tishimizni tishlab ashadi. Torni kang yeyitib 2-3 oy savrichanlik bilan kuzatdik. Kuzatish orqali lekin bular o'g'irlagan narsalarni naq maydonda, bular o'g'irlab naq maydonda yo'tkalgan vaqtida biz berib amal va shu jutgan malning igisini tepib, nimani jutdi, qayerda jutdi deb bir qisqacha ahvolni egallab, buni biz xotir qilib qoldirib, sinalg'uga ilib, dalil isbot to'pladik. 2011-yili 7 ayning 5-kuni maxsus delo gruppasidagi razvedchiklar to'rni yig'ishtirib Xuyjo shahrida tutilgan va Xuyjoga naq maydonni to'nitish uchun ib berilgan Ahmad va boshqa jinoyat gumondorlari bo'lib, jami 26 jinoyat gumondorini Guangdong taraf soqchilarining yordamida poyezd bilan Urumchiga yolab ib keldi. Shu vaqtda sizlar ishkirni necha balni keldi? Bu vaqtda Kur'an'a yetmegen baldan 6 naferdek ekegan. Köp kısmı bu ballarniki hamda uşaq balı bekçik tuğan Ahmet'nin kolda. Bu ballar hamda işkir ölkü olgan ekan qalayım qanchalik hamda kime chiqqanini uqulmaydi. Lekin u yerdan bu yerdan bular ishkir ölküda hamda o'zinib yurib Ahmet'nin özünün küçüğü tayinini başka ülkelerden berip ballarını bulap ep geldiğin işler var. Koşuda git bakan ballarını çıkar maşınga depler, uruplar, çıkıp maşınga özününki kontrol şehri Xuyjo'ga koyup üyede ballarga oğurluk kılış teknikisi üyüdüdür. Məxsus üyüdüdür adamı var kolada. Üyengənlikken bu ballarını bazağa koyup oğurluk saldırdı. Hem demekçi oğunun ballarınınki tuğrallığı muhim emas. Keyin şu özününki jinoyatchilarning ixrosiga qarta anandiki biz ekegan 6-7 nafar o'smir bolalarniki dappirshi qarta masalan Ahmad, Samat, Paloniyalik degandan biz shuning qarta shu bolalarni amal va izlab tepib qildik. Bu guruhning tarmoq qilish jarayonida razvedka xodimlari yana 7 dona avtomobil, 1.300.000 yuandan ko'proq omonat pul, 3.500 gramdan ortiq seriq oltin, zibu zinnat buyumlari, 300 dan ortiq xotir kompyuter, foto aparati, yan telefon va bir necha uyning rasmiyatlarini qo'lga tushirdi.
Tahir biz şu Dilo'nun materiallarını görüş jarayonida, mesela ekranda ko'rinayotgan mana mushundaq bir ko'rinishlarni mi ko'rdik. Ama mushu ko'rinishdagi, mesela mushu kiyim-kechaklar yoki zanjirlar bu zodi nimani tushundirdi? Mesela mushu zodi qandaq ahvolsiz, mushunga bir tushuncha berib o'tamsiz? Bu o'zining yurtidan bu Qur'onga yetmagan bolalarni aldab har xil vositalar bilan ishkirga elib bordi. Ishkirga elib borgandan keyin ba'zan bolalar haqiqatan azobga chidamay, a'liqda ba'zanlar az qismliklar bir amallarni qilib qaytib, ya'ni qochib keldilar. Qaytib keladi. Qaytib kelgan keyin bu andan keyin Ahmad o'zi odam o'rlashtirib, yo'qmi o'zi bevosita shu yurtidan shu balani qaytadan tepib, buni shu jazolaydi. Buning jazosiga sabab sen men seni ochiq ishkirga andaq kiyindirdim, mandaq yigizdim. Yaxshi bayashab turmush ko'rib, oxiri sen meni ruxsatsiz qashding. Demak, shu qashding degan jazolaydi. Shu jazolaydigan shu vaqtdagi ishlatgan ba'zan asbob qurollar. Shu kiyim-kechaklar shu jazolangan bolalarning kiyim-kechaklari. Shu bolalar shu bir amallarni qilib shu azobdan qutulib qaytib kelsimi, yana buni oxir tugmaydi. Yana shunday o'zining yurtidimi, o'zining uyiga olib borib, yer osti o'ylar deymiz, qarang o'ylar ekirib, har xil vositalar bilan jazolaydi. Shu ko'rinishmiş. Dastlabda shu uyni biz adam tutgandan keyin bizning shu uyni aqtirish jarayonida shu bayqilib chiqqan ko'rinishlar. Shu vaqt adam tutish jarayonida. Endi shu Ahmadning demak bu xil uzun yillardan beri mesela shu Guangdong o'lkasida mana shunday bir ishlar bilan shug'ullanibdi. Endi mesela shu buning qilmishini, mesela xarakterini sizlar dastlabdan qanday bekitdinglar? Bu dastlabda bu hamda shu bolalarni aldab, Qur'onga yetmagan bolalarni aldab, chiqib, kontrol qilib, ishkirda jinoiy ishlarga majburlab solishadi. O'g'irlik qilish, bulanchilik qilish degandek. Shuni bizningki bu razud xizmatimizning ilgirishi bilan buningki hamda bu Ahmad shu shaharda, masalan, Xuyju Dunganda o'ziningki obro'yini tiklash, ta'sir doirasini kuchaytirish uchun buningdan boshqa nurg'un jinoyat chirishlik bo'ldi. Mesela oğulluk, bulançılık, qimbar uyuşturuş, qonunsiz tutqun qilish, zaxmlantirish degandek. Mushkilliklar biz bütün adam tutmagandan keyin mushkil jinoyatlar bu aniqlandi. Aniqlangan keyin buning qilmishi bizningki davlatimizning jinoyat ishlar qonunining 294-moddasidagi qor jamiyat tushungan jinoyat shaykisininki shartlaridan hozirlandi. Shunlar biz buni qor jamiyat tushungan jinoyat shaykisi deb shu bo'yicha, shu shart bo'yicha buni ishlaymiz, razud qilib ishlaymiz. Endi mushu jarayonda masalan Ahmad Mahmud boshchiligidagi mushu qora jamiyat tushungan tashkilotda yoki bu shaykida masalan qutqizilgan masalan Qur'onga yetmagan farzandlar xili bor deymi? Bor. Bu xili bor. Bu oldikani bu 2000 yilning boshlaridan tortib 10 necha yil bo'lgan. Oldikani surishda 70-80 bolam bordi. Şu biz bağa mezgilde mi bir 20-30 dek balı vardı. Şundan bu ballarını bu qor jamiyat tushunaldi deb biz shu bo'yicha razud qildik. Buniki ham bu adimi ko'p. Buning jinoyat gumondorlari va har qaysi ish taqsimot aniq. Masalan, men ballarni 2 odam eshig'i yetgan 2 odam 3-4 balani bazaga chiqdi. Bu mas'ul bo'ldi. Ballarni chiqib ettigini chiqib, kechda qaytirib ekirdi. Kechda bu bolalar maxsus qaraydigan odam bo'ladi. Buning maxsus mashinalari bo'ladi. Buni yo'tkaydigan. Shofirlar bo'ldi. Andan keyin bizning shu Abdumrayondan bo'lib o'zining yurti atrofidan bu maxsus mushaq Qur'onga yetmagan bolalarni aldab, zo'lab, mush bolalarni ta'minlaydigan u ayrim bir odam. Shuning bu ish taqsimotini aniq, odami ko'p. Muntazam bir guruh shuni. Mesela bu Ahmet'in şu Xuyju Dungan deganlarda Ahmet'in başka bir kirib bu yerda o'z ixtiyoricha qonunsiz harakat qilib boramaydi. Mesela Şinjan'da chiqadi. Bu kontrol qilgan. Kontrol qilgan. Ta'sir doirasini kuchaytirish uchun bu nurg'un qonunsiz harakatdan elib berib jinoyat shakllantirgan keyin boshqalarmi buning shu yerlardan chiqarganini bilib aldirab kelmaydi. Kasimi buni ma'lum darajada qoidasi bo'yicha buni bir haq to'lab boshqurish haqi to'lab shu yerda bittasi jonivor bu qism bo'lmasa uni ruxsatsiz u yerda dastlab turadi. Bu mumkin emas. Bu ishkirlikka o'lkan bo'lsa shayklarning bir xil
qoida tuzumlari bu shahar masalan Xuyrudungan degan shu Ahmadning o'g'li degan gap. Boshqa yerim bir Mehmet Samat ixtiyor kirib yer bolalar boshlab bunday ish olib boraman. Demak bu rasmiy qor jamiyat xarakterini olgan ekan bu. Shunga biz buni oxiri qor jamiyat sinagan jinoyat shaykisi deb shu bo'yicha yozdik. Endi biz tövəndə şu Ahmet ayni vaqtda aldab olib ketib o'g'irlik qilgan yana bir Mavlon ismli bir bolaniki azroq bir hikoyasi bor, shuni bir anglab boqaylik. 10 necha yildan buyon Xuyju shahrini markaz qilib qilmagan askiliga qolmagan Ahmet va uning guruhidagi boshqa a'zolar tutildi. Xuyju shahri bir xil tinch, xotirjam holatiga qaytdi. Biroq ayni vaqtda aldab ilib ketilgan bolasining ko'yida yuragi lahta-lahta qon bo'lgan bir qism ota-onalarning yuragi teqi joyiga tushmagan edi. Qaytirib kelingan bolalar bo'lsa, ota-onasini ko'rishga taqozo edi. Maxsus deli gruppasidagi xodimlar endi qaytirib kelingan quramiga yetmagan bolalarning ota-onalarini izlashga boshladi. Ular bolalarning datbergan adresi bo'yicha uyma-uy kirib izladi. Bu biz filmimizning beshida ko'rgan Mavlonning dadasi edi. O Mevla'nı yuturib qo'yganda to'p-to'g'ri 10 yil bo'lgan edi. Maxsus delo gruppasidagi xodimlar 10 yildan buyon yuz ko'rish baxmagan bu bir oila kishilarni bir yerga jam qildi. Vay, ana tuldum ben. Tamam. Odan lütfen. Şunda tespit geldi. Görüyorsun da. Allah tutardığıma şaşırdım bakalım. Oğlum, yürü oğlum. Ata-onalarni, shu beguna farzandlarni zar-zar yig'latgan bu qarqollar tutildi. Ular endi qonunning jazosiga tortilishi kerak. Urumchi shahri Saybaq rayonlik xalq sud mahkamasi Ahmet Mehmet boshchiligidagi qor jamiyat tusini olgan tashkilotdagi bosh unsur Ahmet Mehmetning qor jamiyat tashkiloti uyushtirish, rahbarlik qilish jinoyati uchun muddatlik 15 yillik qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan 5 yil mahrum qilish. Qo'shimcha o'ziga tava barliq mol-mulkini musodara qilish. Balalarni aldab ketish jinoyati uchun muddatlik 5 yillik qamoq jazosi berish. Boshqalarni qasddan zaxmlantirish jinoyati uchun muddatlik 3 yil 6 oylik qamoq jazosi berish. Hukumat xizmatiga to'sqinlik qilish jinoyati uchun muddatlik 1 yillik qamoq jazosi berish. Qo'shib jazolab muddatlik 20 yillik qamoq jazosi berib, siyosiy huquqdan 5 yil mahrum qilish. O'ziga tava barliq mol-mulkini musodara qilishga hukm qildi. Qolgan 32 javobgarga jinoyatining ig'ir yenikligiga qarab muddatlik 12 yillikdan muddatlik 1 yil 6 oylikgacha qamoq jazosi berdi. Amir ayrim deloda bir taraf qilindi. Biz endi Ahmetning turmida turib aytgan bayonlarga quloq solib boqayli. Shu Xuyjuda bolalarni o'g'irlik qilishda o'zing beshi turamdi shu vaqtda. Ya o'zim turmaydim. Kim botdi? U yerda qo'l ostim turadigan bola botdi. Qo'l ostim necha bola botdi shu vaqtda? 6-7 botdi o'ylayman. Bu 6-7 shu o'g'irlikqa silingan bolalar qaraydi, shundaqmi?
Undaqmış bevosita o'g'irlik qilganlar qanchdi? Ikkisi vardı. Ikkisiga 6-7 qaraydi. Tötme şu açta qaraydı. Bular o'g'irlagan pulni ma qaraydiganlar oldi, ondan bu pulni ma qaraydiganlar san yetkazib berdi, shundaqmi? İşte Bu ay hisoblashamdinglar yoki kun hisoblashamdinglar? Günlükünü günlük görüp verdi. Kunlik ko'rib berdi. Bir kun eng yuqori bo'lganda qancha pul olganding sen? O bek aniq esimde. Eng oz olgandichi? Aşkan işlerinde o işlerin pek hesaplaşıp yürümeptim özüm. Bu pulni kim oladi? Pulunu özüm alıptım lekin. Nimani hisoblashmay sizlar? Ya majbur urvatda şu majbur urvatda degan pulsanni bilmemasmi? Men shu pulning sonini so'rayapman, sendan boshqa narsani so'ramadim. $100 ming, 200 ming urib beribdi. Yo'q, onda olib ketmaydi. 50-60 ming urib beribdi ya. Voy ya, 3-4 ming. Tula şu aralıkında. Men özüm aşkan işlerinden yürüp ayzıgına yetişip bulamay. Günlük 2-3 ming pul sap berdi. Sen shu amını bir kun shu qo'lga tushadiganini o'ylab boqqanmi? Ha? Ben o'ylab ketmagan şey kelmem deyman men. O'ylamagantinglar. Men uch bitil menga yig'ilga o'xshayman deganman. Undaligini qilmasam bildiraraq to'xtab adam bo'ladi deyman. Uqmaganlikdan shu qonunni tushunmaganlik deyman. Baysam shu turbidagi vaqtimda shu balam yo'qolib ketibdi degan shu hayvonni anglab ko'nglim to'z joyida emas degan fikrni o'tirib qo'ygandim. Demak, sen endi hozirgi vaqtingda shu bolalarni men aldab o'tib ketgan vaqtimda shularning atalari shunday bir bo'lganmidi degan shuni bir o'ylashdingmi? Ailemden jajan qilib kelgan chog'da. Ha, ko'rishtirib kelgan vaqtda, nima xabar oldinglar? İşte balam yo'qolib ketdi deb cho'ng'acham ketdiki. Kelgandikin. Izdirgini qilinglar dedim, ortiq morga jiqmiga qilmadim men. Qanday bo'ldinglar shu vaqtda? Şu meningdagi şu men kirgan bolaning ota-onasimi shu meningdagi qilib. Siz qanday bo'lding? Bola yo'qolib ketibdi degan vaqtda siz qanday bo'ldinglar? Ichingizda qanday bo'ldinglar deyman. İçimden şu nima qanday bolaning dedim hamda. Yurgan og'ridi bu. Og'rimaydigan gaplar og'riydi. Ha, hamda bu silab mangan bola ota-onalari-chi. Ularning yurak og'rigan bo'g'iydi. İşte his qildinglarmi? His qildim. Shu yurakning og'rig'ining qanchaligini his qildinglarmi? Ha? Mesela sizlar shu jamiyatdagi vaqtinglarda sizning balangizning mana birisi chiqib ketgan bo'lsa, sizlar qanday qilib o'g'itdinglar deyman. Hozir sizlar miyat turib, jimit yo'qolib ketibdi, bola jimit yo'qolib, yuzi yo'qolib ketsa, yuraging og'ribdi, haqqa ketgan bo'lsa deyman. İlgiri ahir bulup neçi balını işkirgi aldap öpüp okurluk saldım. Mesela muşu ballağa ziyankeşlik kıldım dep qarapsa. Yo'q, u bolaning hamdaligi, men ko'chadan tutilmay ketgan bola emas-da, shu ota-onasidan ko'rishib, ota-onasini rozi qilib olgan bolalar buni. Shu ota-onasidan qanday rozi qilgandi? Pul berdim oldindan. Bir bolaga necha pul bersizlar? O'xshash emas. Ha. O'zi yuqorisi qancha, tuyuni qancha undami? 5 ko'ylardan 5 ming ko'ygacha ishta bo'lgan. Setib olganmi? Undami? Ya 2 yil ham 3 yilda boshlab beradi. Unda ijara gapsanda hamsa. Undami? Voy yo'q. Demak, bu gaping chiqqanda sen bu shu bolalarga yoki ularning ota-onalariga ziyankeşlik qilyapsan da undaqda. Ha? Shundaqmi? Ziyankeşlik qilmadinglar, shundaqmi? Ziyankeşlik qilgan bo'ldik-da hozir shu. Shu miyat turib-o'tirgansizlar? To'g'ri. Ha? Shu ziyankeşlik qilganligimiz uchun ishlab turibmiz. Hamda bugun mushu o'rinda turibsizlar. Masalan, sizning shu siz ziyankeşlik qilgan
aş ata-anasını qanqan yig'latgan shu bolalarning aş ota-onalarga deydigan bir gap so'zlaring bormi yo'qmi? Yosh bolalarning ota-onasidan kechirim so'rayman men. Aşlarning shu azobi shuning bilan tugama. Aşning bilan shularning ko'ngli tasalli topama. Bu bir qiz gap bilan tasalli belgilim bo'lmay, tasalli u gapni ko'payib bo'lmaydi endi ularga. Menga nisbatan endi men nima deymiz endi. Ben ilgi Şinjan'dan çıkan balalarım asas yok degandek. Nereden çıkarttın? Ama şu kuliydim u yerdan bu yerdan şu Yig'alam tonla burun alqancha qo'li kelib qolgan şu qul kelgan balani şu tutib akab o'g'irlik salganim biraz. O Şinjan'dan men onun bundan ancha bay adam kirgan adam emas. O'zimizning qilmish jinoyatga yotdik endi bu yerda. Endi buningdagi yaxshi o'zgarib buningdagi bizdan keyin cho'ng'agan balalar qas tarbiya qilib o'tgan balalar bu yo'lning oyoq tugab mishlab kunni ko'rdik. Turmuchchilik degandan yomon ekan bu. Ama istak kulliye kirdiği için o kadar kulliye kirmeye alaldım bir başka gazırçılık kılamsa be cenah cahit kirme bu suka. Da terbiye kılımız yani bunun dinkin. Jigimcil degen gapni alıp tasqaltım hem aylanıp aklı bodnim degen çekisi oturganım endi. Hem de hem özümle karşı özüm şeyman kılıp degende hem de. Demek ki hozirgacha nurg'un jinoyat gumondorlari yoki mushuk guruhning a'zolari tutilibdi, ham ular qonun bo'yicha jazo berilibdi, ham davomli bu xizmatni ishlab o'tibsizlar. Balkim mushu jarayonda nurg'un qiyinchiliklar bo'lib, mushu dalil isbot to'plash yoki mush zarba berish jarayonida nurg'un qiyinchiliklarga yo'liqqan bo'lishinglar mumkin. Masalan, mushta bir qiyinchiliklar bo'ldimi? Bo'ldi, u albatta bo'ldi. Biz shu harakat boshlagandan keyin shu ishkir o'lkalarda ta'sir doirasi cho'ng. Uzak müddet şu işkirde müştak kanunsuz işlerle şug'ullangan, yiltiz tatkan müştak ta'sir doirasi cho'ng müştak shayklarni biz jinoyatchilar razut baş ettirib o'zimiz Janub Shimolning kadr tashkillab o'zimiz razut baş qildik. Hozirga qadar endi 3 shaykani tarmar qildik. Bu ham 3 shayka buningga hukm chiqib bo'ldi. Jami chetish jinoyatchi 125 nafar. Buningga kesim chiqib bo'ldi. Mesela bu Kuchalik Ahmet Mehmet, Kuchalik Aziz İslam, Aksu şehrinden Abdurrahman, Abdülkadir degenler. Yine Memtimin Kasım, bu Yunnan ülkesinin Kunming şehri turulgan. Memtimin Kasım, anandınkin, bu Jingzhou, Henaning Jingzhou, Fujian'ın Şam'ında turulgan, Yakellik Ablikim degenler bular hazır ayıplaş mezgildi. Demek hazır 5 aykını tarmar qilib 3'si hüküm chiqib bo'ldi, 2'sini hozir ayıplash mezgildi. Undan boshqa yana bir ish kuchni hozir bosqichida razid berib ketdi. Zarbagan bu shayklar ba'zilari 90-yillardan boshlab shu jinoyat qilmishlarga shug'ullanganlar. Birsi vaqtni uzoq o'tib ketdi. Shu ayni vaqtdagi Qur'onga yetmagan bolalar hozir cho'ng'ilib, ba'zilari o'lik o'choqlik qilib, ba'zilari boshqa yurtlarga berib ishlab degandek şu birisi şu balla şu vaktki ballarını tepiş bizge bir test oldu. Şununla biz belli kancık test olsun nerede bulurken biz azrak lıcık kuşulduk bu ballarını çokum izlep taptık. Neymiş kariyanda bir balını tapsak bir pacı dili olup çıkıldı. Yani ikinciden bu nurgun ispatla mesela bizim Abdum rayonumuzun ispat toplargan biz Abdum rayonundan başka yani şükür nurgun ülkeler yetiştik oldu. Şu her bir oranğa biz onu bağımsak olmaydı. Hatta ki bazen katılık dilolarda Nahmaydan tunuş zörür kese şükürdeki katılık dilolarda. Nahmaydan tunuş zörür kese biz müşahede cinayetini tutkan bulsak bu mandanı. Biz ayrıplarlık bir apırıp tonutup cinayetlik Nahmaydan başakıp kaldık. Şu bazen noktalık şehirlerge biz
2-dan 3 kadrni qo'yib, 4-5 oy shu dilo tugimasa, qaytib kelmaydiganға. Bizning Şinjandan so'roqdan chiqqan, tekshirishdan chiqqanni davomli aniqlaydigan, selishtirgan ish bo'lsa, shu yo'li telefondan shu guruhga xabar qilib, ular davomli ish qildi. Shu isbotlarni to'liqladi. Shunga ular 4-5 oy kelmay shu yerda isbot yig'di. Shunga bu hamda birsi vaqt nimasi uzun. Ikkinchisi ham odam tepish, shu vaqtlardagi dilo materialni tepish, isbotlash haqiqatan qiyin tushdi. Shunday bo'lsa-mu, lekin biz azroqli bir umid qildikki, buni bo'shashmay buni davomli tekshirdik. Chunki mushaq tekshirmasak bular zarar berish tasavvur. Bo'ldi, rahmat sizga. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Ahmaddan iborat bu qora jamiyat tusini olgan tashkilot bechit qilindi. Biroq Ahmad va uning qo'l ostidagi a'zolari shu sabiy bolalarimizning jismi va ruhida mangu o'chmas dog'larni qoldirib ketdi. Bechora ota-onalarining yuragini mujivatdi. O o'z navbatida yana bir qism tug'ishni bilib, beqishni bilmaydigan oz sondagi bag'ritash ota-onalarimizning borligini bizga bildirib qo'ydi. Ammo bu zarba berish ko'rishida Ahmaddan kuchlik, qilmishi Ahmaddan qabih bo'lgan yana bir guruh bor. O bo'lsa-mu Aziz Islom boshchiligidagi qora jamiyat tusini olgan tashkilot. Undaqda siz bu tashkilotning qanday razil qilmishlari borligiga qiziqamsiz? Undaqda kelarsan programmamizni ko'rishni unutib qolmagaysizlar. Kelarsan ko'rishayli. Xayr xo'sh. Kuchan aysida Aziz Changa desa to'nimaydigan odam yo'q. Undaqda siz Aziz Changaning qanday odamligini bilamsiz? Onun qanchilgan oilalarni, qanchilgan balalarni mangulik azobga qo'yganligini bilamsiz?